Bugun Nodis School xususiy maktabining Uchqo'rg'on filialida ota-onalar va o'quvchilar uchun yaratilgan imkoniyat va sharoitlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Maktabimiz Uchqo'rg'ondagi mel kombinati shundoqqina yonida joylashgan bo'lib, siz ko'rib turgan joy kiraverish hisoblanadi va chap tomonimizda xavfsizlik xodimlari uchun maxsus joy mavjud va begonalar maktabga kiritilmaydi. Xavfsizlikka 100% e'tibor qaratilgan. Bu yer maktabimizning yashil zonasi hisoblanadi. O'quvchilarimiz darsdan tashqari paytlarda dam olishlari, pikniklar uyushtirishlari va qo'shimcha mashg'ulotlarni tabiat qo'ynida o'tkazishlari mumkin. Bu maktabimizning bino qismi hisoblanadi. Hozir ichkariga kirib, barcha sharoitlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu maktabimizning birinchi qavati hisoblanadi. Kiraverishingizda o'ng tarafda qabulxona va direktor uchun maxsus xona bo'ladi. Hozirda maktabimizda qisqa qurilish ishlari olib borilmoqda. Endi sizlar bilan birgalikda maktab oshxonasiga yo'l olamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, maktabimizning ikkinchi qavatida oshxona joylashgan bo'lib, kiraverishingizda o'ng tarafda bolajonlarimiz qo'llarini yuvishlari uchun barcha sanitariy gigiyenik jihozlar joylashtirilgan. Ko'rishingiz mumkin, maktabimizning oshxonasi keng, yorug' va barcha sharoitlarga ega. Shuni aytib o'tish kerakki, maktabimizda 2 mahal taom beriladi va bu taomlarni nutritsiolog tomonidan tuzib berilgan menyu asosida tayyorlaymiz. Bu yer maktabimizning 3-qavat hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tgandek, hozir bizda qisqa qurilish ishlari olib borilmoqda. Hozir sinf xonalariga kirib, o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, maktabimizning sinf xonalari keng, qulay va barcha sharoitlarga ega isitish va sovutish tizimlari ham mavjud. Uchqo'rg'on filialimizda ham ota-onalar uchun maxsus ilova taqdim etiladi. Ushbu ilova orqali farzandingiz kun davomida nimalar bilan shug'ullanmoqda, qaysi fanlardan ko'rsatkichlari qanday ketmoqda va nimalar tanovul qilmoqda, bularning barchasini birgina ilova orqali nazorat qilishingiz mumkin. Maktabimizda 1-sinfdan 10-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni qabul qilinadi. Hozir sizlar bilan birgalikda maktabimizning sport hududiga yo'l olamiz. Bu yer maktabimizning futbol maydoni hisoblanadi. Juda ham keng va katta hududni o'z ichiga qamrab olgan. O'quvchilarimiz darsdan tashqari vaqtlarda futbol bilan shug'ullanishlari mumkin. Bu yer ham maktabimizning yopiq sport majmuasi hisoblanadi. O'quvchilarimiz voleybol, basketbol, futbol sport turlaridan shu yerda shug'ullanishlari mumkin. Bundan tashqari maktabimizda taekwondo sport turi ham professional tarzda olib boriladi. Ko'rishingiz mumkin, maktabimiz juda ham keng va katta hududni o'z ichiga olgan, ochiq va yopiq sport majmualari, zamonaviy sinf xonalari va barcha qulayliklarga ega maktab. Ozmi ko'pmi bo'lsa ham Nodis School'ning Uchqo'rg'on filialidagi sharoitlar va qulayliklarni sizga tanishtirdik. Agarda sizning 1-sinfdan 10-sinfgacha farzandingiz bo'lsa yoki tanishlaringiz bo'lsa, Nodis School'ning Uchqo'rg'on filialida qabul jarayonlari boshlandi. Yanada batafsil ma'lumot olish uchun esa quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Va albatta e'tiboringiz uchun rahmat.